Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Sizlar bilan har doimgidek Ixtiyor Ismatov va bugun biz Toshkentda tashlandiq holatda qolib ketgan, orqamda turgan An-26 samolyotini to'liq obzor qilib, u haqida to'liq ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Video qiziqarli bo'lishiga umid qilamiz. Hozirdanoq like, kanalga podpisatsiya bosib qo'yishni unutmang va bu samolyot qayerda joylashganini, manzilini video oxirida aytib o'taman. 26 bu 2 dvigatelli turbovintli samolyot hisoblanib, o'rta va qisqa masofalarga uchish uchun mo'ljallangan. Sovet Ittifoqining Antonov konstruktorlik byurosi tomonidan ishlab chiqarilgan hisoblanadi. Hozirgi kunda ham harbiy va fuqaro aviatsiyasida ushbu samolyotdan keng qo'llanilib kelinmoqda. Samolyot loyihasi 1960-yilda ishlab chiqarilgan va 1969-yilda ushbu samolyot ilk parvozini amalga oshirgan va 1970-yildan boshlab samolyot keng miqdorda ekspluatatsiya qilingan. Dunyo bo'yicha ushbu samolyotdan 1400 dona modeli ishlab chiqarilgan. Ushbu samolyotning uzunligi 23,8 metr, qanotlarining kengligi 29,2 hamda samolyotning balandligi 8,58 metr hisoblanadi. Ushbu samolyot ikkita IE-24VT turbovintli dvigatellar bilan jihozlangan va bu unga 440 km dan 540 km/soatgacha tezlanish imkoniyatini beradi. Samolyot 24 tonna yuk bilan osmonga ko'tarila oladi. Samolyotning qulaylik taraflaridan biri uning orqa tarafida joylashgan tramp, ya'ni ramning borligidir. Bu yerga tushganda xuddi ko'prik vazifasini bajaradi va bu tez vaqt ichida harbiy yuklarni tushirishga yordam beradi va samolyot qisqa uchish-qo'nish yo'laklariga ham qo'na oladi. Va endi esa samolyotni ichiga kiramiz. Qani ketdik. 26 samolyoti ko'plab harbiy yuklarni tashishda, urushdan qaytayotgan bemorlarni tez vaqt ichida o'zlarini joylariga yetkazishda ishlatilgan. Bu samolyot parashyutchilarni sakrash uchun ham mo'ljallangan. Uning orqa trap qismi tushadi va shu tomondan parashyutchilar sakrashi mumkin. O'sha PUBG o'yinda ham o'yinning boshida bilsangiz, shunga o'xshash samolyotdan sakrashadi. Samolyotda 5 ta ekipaj a'zosi uchadi, 2 ta uchuvchi, navigator, bort muhandisi hamda kuzatuvchi. Bu samolyotda uchuvchilar o'tiradigan kabinasi hisoblanadi. Buni rul hisoblanadi. Bunday qilsa samolyot pastga, tepaga, o'ngga va chapga. Samolyot yerda yurganda oyoq bilan boshqariladi, o'ngga va chapga qilib. Xo'p, bu yerda CPU, ya'ni yong'in bo'lganda o'chirish knopkasi, ratsiya, bu yer bilan aloqa qilish uchun, hamda avtopilotni o'chirib yoqish knopkasi. Bu yerda dvigatelni boshqarish knopkasi bor. Bu yerda trimmer, bu flaps bo'lishi kerak adashmasam. Xo'p, shu samolyotda juda ko'p jihozlar mavjud. Agar samolyotga tormoz bermoqchi bo'lsangiz, ikkala pedalni bir vaqtda bosasiz va samolyot to'xtashni boshlaydi. Samolyot maksimal yuk bilan 1100 km masofani ucha oladi. Yuksiz yoki yengil yuk bilan esa 2550 km masofani ucha oladi va samolyot maksimal 7500 metr balandlikkacha ko'tarila oladi. Samolyot o'z davrining eng zo'r samolyotlaridan hisoblanadi, chunki bu juda kichkina, qisqa masofalarga tez ucha oladigan va ancha yukni ko'tara oladigan samolyot hisoblanadi. Bu o'zining davrida 50 yildan ortiq, hatto hozirda ham O'zbekistonning ayrim joylarida, butun MDH davlatlarida ham ushbu samolyotdan harbiy maqsadda foydalanib kelinmoqda. 50 yildan ortiq xizmat qilgan ushbu samolyot albatta vaqt o'z kuchini ko'rsatadi va bugungi kunga kelib bu samolyot juda ham eskirgan. Hozirgi kunda shu uchun bu samolyot foydalanilmay qo'yildi. Bu samolyotdan foydalanilmay qo'yilganligi sabab bu samolyotning dvigatellari eski bo'lganligi uchun ularni ta'mirlashga juda ham ko'p xarajat ketadi. Shuning uchun hozirgi kunda samolyotlardan foydalanilmayapti va buning yana bir minus tomonlaridan biri samolyot yoqilg'i sarfi juda ham katta va ushbu samolyotning dvigatellari yonganda juda katta shovqin chiqarganligi sababli ko'plab aeroportlarda hozir hatto shovqinni pasaytirish uchun APU ham ishlatilmayapti. Shuning uchun bu samolyotdan hozirgi kunda kam foydalanishyapti. Foydalanilsa ham harbiy maqsadda foydalanib kelinmoqda. Shuning uchun bu samolyot hozirgi kunda qarovsiz holda qolib ketgan. Bu samolyotni aynan qanday kelib qolganligi hech qayerda yo'q.
men izlab ko'rdim, internetda yo'q. Agar siz bilsangiz kommentariyada yozib qoldiring. Biz YouTube kuzatuvchilari sizlar bilan yengil suv bo'yida shabadada quyosh botishini tomosha qilgan holatda xayrlashamiz. Bu samolyot qayerda joylashganligini Telegram kanalimga lokatsiyasini va aniq manzilini yozib qoldiraman. Albatta o'tib o'zingiz kelib istalik uchun rasmlarga tushib olishingiz mumkin. Sizlar bilan har doimgidek Ixtiyor Ismatov bo'ldi. Kanalga obuna bo'ling, like, kommentlarni yozish esingizdan chiqmasin. Xayr, salomat bo'ling.